Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Uyg'ur televiziyasining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Uyg'ur jurnalist Gulchehra Xo'ja Angliyada Magnitskiy insoniy huquq mukofotiga erishdi. Yosh Uyg'ur faoliyatchi Firqat Javdat Londondagi Thomas Reuters fondi jamiyatining yillik yig'iniga taklif qilingan. Germaniyada josuslik maktabi ochildi. Eronda 3500 dan ortiq mahbus kechirim qilinadigan bo'ldi. Tövəndə dehqonlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunları bolsun. Uyghur agentligining 14 noyabrdagi xabarida Uyg'ur millatining muhim ovozlaridan biri Erkin axborot avangardi. Erkin Asiya radiosi Uyg'urcha kanali muxbiri Gulchehra Xo'ja Magnitskiy insoniy huquq mukofotiga erishgan. Gulchehra Xo'ja mazkur mukofotga erishganlik uqtirishini Yarshari Magnitskiy adolat harakati boshlig'i Hermitage fondi qurg'uvchisi Billboard apandining xiti orqali topshirib olgan bo'lib, mazkur mukofot insoniy huquq faoliyatchilari, jurnalistlar uchun tarqatiladi ekan. Mukofotlash murosimi 14 noyabr kuni London shahrida o'tkazilgan bo'lib, Angliya va Yevropadagi donliq taratqular, siyosiy sohadagi arboblar qatnashgan. Billboard mukofotni o'z qo'li bilan Gulchehra Xo'jaga topshirgan va uning Uyg'ur millati uchun ko'rsatgan tirishchanligini ta'kidlagan. Uyg'ur millati tarixiy krizisga duch kelayotgan bugünkidek paytda dunyodagi muhim organlarning orqama-orqa Uyg'urlar uchun o'tirg'i chiqishi, Uyg'ur faoliyatchilarini qo'llashi kishini suyundirmoqda. Amerikadagi yosh Uyg'ur faoliyatchi Firqat Javdat 14 noyabr kuni Angliyadagi nopozliq organlardan bo'lgan Thomas Reuters fondi jamiyatining yilda bir qatim o'tkazilgan yig'iniga taklif qilingan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Firqat Javdat ishonch muhokama yig'ini deb atalgan bu so'rinda Uyg'urlarning vaziyati ustida so'zlagan bo'lib, u Reuters agentligiga qilgan so'zida o'zining asli Xitoy hukumati tomonidan lager qamalgan opasining qo'yib etilishi uchun faoliyatlarini boshlagan bo'lsa, bugungi kunda qizining kelajagi uchun da'vosini davom qilayotganligini ta'kidlagan. O sözüde Uyg'urlarning beshiga kelayotgan bu kulpatlarning oyoqlashadiganligiga doir hech qanday bir ishorat ko'rmayotganligini ta'kidlab, yanami ko'p lagerlar davomli qurilyotidi. Men buning mening opam bilan tugmaydiganligini, uning Xitoyning boshqa joylariga ham tarqaladiganligini bilaman. Mana bu sababdan men ovozsizlarning ovozi bo'lish yo'lini tanladim degan. Firqat Javdat yana Xitoyda ishlab chiqarilgan dunyoga eksport qilinayotgan mahsulotlarning mutlaq ko'p qismining Sharq Turkistonda yo'l qo'yilayotgan majburiy emgakka munosabatli ekanligini ta'kidlab o'tgan. Firqat Javdatning G'uljidagi onasining boshda lagerga elib ketilib, ondan 7 yillik kesilganligi ma'lum bo'lgan edi. Firqat Javdatning to'xtamay matbuotlarga Xitoyning uning onasi va Uyg'urlar qaratgan zulmlarini anglatib guvohlik berishi va Amerika tashqi ishlar ministrligining besimi sababli Xitoy doiralari uning onasini 3 oy ilgari qo'yib bergan bo'lsa-mu, lekin uning onasining yanada qattiq nazorat ostida ekanligi ma'lum bo'lgan. Amerika Birleşme Agentligining xabarida 12 noyabr kuni Germaniya axborot organi Berlin shahrida josuslik birlashma mashq markazi qurgan. Berlin so'g'uq urush davrida josuslar shahri deb tanilgan bo'lib, hozir qadar josuslik harakati qiziq nuqtaliq shahar bo'lib kelmoqda. Mazkur maktabda 700 o'quvchi bo'lib, maxfiy kuzatish, qonun, so'roq qilish, uchur aloqa bilimlari texnikasi qatorliq sohalar bo'yicha dars o'tilib, o'quvchilarning amaliy jang mahoratini, ya'ni tor hujumlarga qanday taqobil turish, terrorchilarni mag'lub qilish, dushman unsurlardan qutulish qatorliq mahoratni o'stirish nishon qilingan. Maktabda yana tajribaxona, ko'rinma chastota tadqiqot uyi bo'lib, ziyoratchilar qattiq cheklanadi. Yangichilgan bu josuslik maktabi to'liq o'rta va universitet o'quvchilarini qabul qiladi. İran dini rahbari Ayetullah Al-Hamini 3500 dan ortiq mahbusning kechirim qilinishi va jazolarining yengillitilishini o'z ichiga olgan taklifni tasdiqlab, yozma bayonot e'lon qilib, sud boshlig'i Ibrohim Raisi tomonidan sunilgan xalq sudi va harbiy sudda jazoga hukm qilingan 3552 mahbusning jazosining yengillatilishi va afu qilinishiga aloqador taklifning qabul qilganligini bildirib, jinoyatchilarni afu qilishning Hazrati Muhammad alayhissalom va 6-imom Ja'far Sodiqning tug'ilgan kunlarining xotirasi uchun amalga oshirilganligini ta'kidlagan. İran sud ishlar boshlig'i Ibrohim Raisi diniy rahbar Ayetullah Al-Haminiga yozgan maktubida kerakli shartlarga to'shilgan 3552 mahbusning jazolarining yengillatilishi va afu qilinishi haqida maxsus taklif sungan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga omonat.